Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshilarsizlarmi? Rahmat. Mani hech kim so'rab kelmadimi? Yo'q, yo'q, hech kim so'ramadi. Mabodo ukam kelib, mani so'rasa, yo'q deb javob berasiz. Tushunarli? Xo'p bo'ladi. Men xonada bo'laman. Ko'pingdan olib kirasiz. Xo'p bo'ladi, xo'jayin. Xo'p. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mana qara, akam xonadamili? Akangiz yarim soatcha oldin chiqib ketuvdilar menimcha. To'sh bo'ldi, nima bo'ldi? Akam bitta xonada o'tirmaydi. Mana qarang, kassada pul bor. Bor, lekin bera olmayman. Men borisi. Nima? Menga qara, sen meni tanimading shekilli. Kimga berish, kimga bermaslikni sen hal qilmaysan. Olib ber kassadan pulni. Yo'q, yo'q, uzr. Men gap deb qoladi menga. Xo'jayin urishadi. Sen bu ishxonada ishlash niyating bormi? Hamma sen bilan gaplashamiz. Akam yetib ishdan bo'shataman seni. Shoshmay tur. O'rtoq, bugun Xitoydan mehmonlar kelishyapti. Shunga o'zimiz kutib olib, mehmonxonamizdan 50 kishilik joy tanlashimiz kerak. Bo'lmasam, mehmonlarni o'zing kutib ol. Buyuk Ipak yo'li mehmonxonamizdan 50 kishilik lyuks xonasidan joy qilib beringlar. Shu mas'uliyatni o'zing menga olasan o'rtoq. Yaxshi. Senga ishonaman. Mehmonlarimiz Buyuk Ipak yo'li mehmonxonasidan mamnun bo'lib ketsin. Yaxshi bo'lsin. Ayolsan harakatimni qiladi. Xo'p. Xo'jayin, mumkinmi? Kel, o'tir. Alisher aka. Assalomu alaykum. Akam ko'rmadingizmi, kutib turuvdim. Nima? Hozir resepsyon yo'q dedi-ku. Rahmat aka. Marras. Men sizni so'rab kelgan edilar. Ishxonada yo'qlar desam, menga pul berib to'polon qo'yibdilar. Butun mehmonxonani oyoqqa turg'izdilar. Nima qilishimni bilmayapman. Ishdan haydab yuboraman deyaptilar. O'shanga o'zingiz chora ko'rib bersangiz, o'zingiz nazoratga olsangiz, o'rtada qolib ketib, rosa qiynalyapman. Aka. Marras. Sen meni akam yo'q devorudingmi? Men buni ishdan oling. Pul so'rasamdan pul beradi. Sizni so'rab kelsam yo'q devoryapti. O'zingni bosib ol. Umidjon, siz ishingizga boravering. Men aytdim unga yo'q degandim. Qachongacha menga ishonib yurmoqsan? Tushunmadim aka. Hozir men sizga yuk bo'lamanmi shunda? Ha, ayting, yuk bo'lamanmi? Ey, 30 yoshga to'lding. Shu paytgacha men nima orttirdingmi? Aka qo'li bilan emas. Sabri bilan sotadi. Uka xato qilsa ham umidini o'zingda. Uni bilgan kuchli emas. O'rgata bilgan kuchi. Men seni urish uchun emas, odam bo'lishing uchun gapiryapman. Bugun menga yuk bo'lib yurishing mumkin. Ertaga o'zingga yuk bo'lib qolar. Erkak bo'lsang, mas'uliyatni ko'tar.